Agar ota-onangiz 50 yoshdan katta va og'zida bironta ham tishi bo'lmasa, hech qachon syomniy protez qildirmang. Chunki syomniy protez 1-2 yil ichida suyaklarning atrofiyasiga, ya'ni yemirilishiga, milklarning ezilishiga olib keladi. Bu esa ota-onangizda ovqatni yaxshi chaynay olmaslik, oxir-oqibat esa ishtahani yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Bu holatda ishtahasi yo'q bo'lgan ota-onangiz bor boshqa turli xil kasalliklarga ham duchor bo'lishi mumkin. Uni o'rniga zamonaviy 30-40 yil bemalol xizmat qila oladigan All-in-4 yoki All-in-6 metodlari bor. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, xuddi shunday og'iz bo'shlig'iga protez yasaladi, faqat bu protez asosida 4 ta yoki 6 ta tish implantatlari bo'ladi va ularga mahkamlanadi. Va buning natijasida protezlar o'z joyidan ko'chib ketmaydi va ovqatlar yaxshi mustahkam chaynanadi. Va bu esa keyinchalik ota-onangizda hazm tizimida yaxshi chaynalishiga, ovqatlar yaxshi hazm bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Implantatsiya jarayoni mutlaqo xavfsiz va eng muhimi og'riqsiz o'tadi, sababi biz ushbu jarayonda kesmasiz usullardan foydalanamiz. Ya'ni bu navigatsion, ya'ni shablon orqali tish implantatlarini o'rnatib beradi. Bu usulda eng muhimi vaqt tejaladi va muhimi og'riq juda ham kam bo'ladi va 30-40 daqiqada shu barcha implantlarni qo'yib bo'lish imkoniyatiga va aniq qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Agar sizga ham hozir o'tgan metodlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, unda hozirroq izohlarda plyus belgisini qoldiring. Biz o'zimiz sizga 4 ta yoki 6 ta tish implantlari umumiy qancha narxga aylanishi haqidagi ma'lumotlarni yuboramiz.